Endi esa savol tug'iladi. To'xtar Gold bilan to'qnashsa nima bo'ladi? Hozirgi kunda Octagon rahbariyati Gold uchun kuchli raqib topishga harakat qilmoqda. Chunki agar u ilk jangidayoq mag'lubiyatga uchrasa, bu esa To'xtar uchun ayni muddao bo'ladi. Octagon kamari esa unda uzoqroq muddat saqlanib qoladi. Biroq Gold oddiy raqib emas. U chinakam chiniqqan yigit. Hattoki To'xtar AQShda bo'lishiga qaramasdan o'sha joyda o'zining ismini his qildirib qo'ydi. Endilikda hozirda Golddan faqatgina bitta narsa talab qilinadi. U ham bo'lsa Octagonda ilk debyutini o'tkazish. Qachon to'xtaymiz? Go'rga kelsak to'xtaymiz. Arqamizga O'zbekiston turibdi. Tepamizga Alloh turibdi. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Octagonda esa To'xtardan boshqa mos raqib qolmagan bo'lsa kerak. Sababi oxirgi ikkita raqib ham Gold bilan yuzma-yuz bo'lishiga qo'rqdi. Xulosa qilib aytganda, Gold uchun katta sinov boshlanmoqda. Agarda mana shu holatda davom etadigan bo'lsa, Octagon ligasi albatta erka bilan To'xtar va Goldning jangini uyushtirib yuboradi.